Yo'l patrul xizmati inspektori vafot etdi. 25 fevral kuni 10-sinf o'quvchisi boshqaruvidagi BMW Mirobod tumanida yo'l patrul xizmati inspektori kichik serjant Hosilbek Eshnazarovni urib ketgandi. Assalomu alaykum. Maratjon, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Zo'rmisiz? Omonmisiz? Sizga o'zim mana prezentatsiya qilib beraman. Keling. Charchamayapsizmi? Ha, yo'q. Xafa bo'lmasdan, siqilmasdan. Yo'q, yaxshi o'tiribsizmi? Keyin siz yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Bir qo'lmanda. Ha. Ismlari? Mirmuhsin. Mirmuhsin. Bundan kichkinasi Meral-shoh. Bu eng kattasimi? Kattasi qiz. Ha. Mehrimoq. O'g'il bir qizida ozgina bo'lsa ham ko'ngillarni ko'tarish. O'zi niyat qildim o'sha Ramazonda beraylik, ko'rishaylik deb keyin ishlar ko'payib ketdi. Rahmat. Men o'zi Qashqadaryoga borib, Qashqadaryoda siz bilan ko'rishmoqchi bo'ldim. Oyimlarni olib ketdim mehmonga. Mazalari bo'lmay qoldi. Ovora bo'lib, banitsada bo'lib qoldik. Kecha olib kelib oldim mana. Sal mazalari. Yaxshimi? Zo'r. Nima yaxshimi? Yaxshi. Yaxshimi? Mazalar bo'lmay qoldi, shunga ovora bo'lib qolib ketdik. Xudo xohlasa, uy ajratdik bu yerdan. Bittasini Qashqadaryodan Qarshi shaharda o'zida. Rahmat. Qayerda deb so'rasangiz, aynan shu g'uzordan shuna kelishingizda, gorga yana shuni o'tishingiz bilan to'g'ringizda o'sha anaqa ob'ezdnoy yo'lda joylashgan Jayxun degan loyihamiz bor. Katta loyiha. Ichida o'zining maktabi, bog'chasi, juda ko'p sharoitlari bor. Xudo xohlasa, mana shu yil oxirida va keyingi yilda yozlarigacha ikkita bosqichda topshirmoqchimiz loyihani, birinchi, ikkinchi bosqichlari. O'sha birinchi bitadigan joylaridan bu yoqdan bitta xonada ajratdik. Xudo xohlasa, bu yoqda ajratdik. Bu Sergeli City degan loyihamiz. Katta masshtabda qilgan loyihalarimiz ichida eng birinchisi. Surumda joylashgan. Buni nimaga aynan bu loyihadan desangiz, kelajakda Qashqadaryo bilan Toshkentni vodiyni bog'laydigan birinchi yangi magistral yo'li tushyapti. Bu loyihani oldidan o'tyapti o'sha loyihamiz. Keyin metro bekatlari xudo xohlasa, aeroport uch degan metro. Keyin eshitgan bo'lsangiz, katta xalqaro aeroport qurilyapti Toshkentda. O'rta Osiyodagi eng katta. U ham shuni oldida kelajakda juda zo'r loyiha. Keyin yana plyus tomonlaridan bittasi. Bu loyiha bir nima deydi? Shahar ichidagi shaharcha. Buni ichida o'zini hamma qulayligi bor. Maktab deysizmi, bog'cha, poliklinika deysizmi, do'konlar, restoranlar juda katta loyiha. Hozirgi kunda bir 50% dan ko'proq qismini уже qildik. Yaqin kunlarda bir 3-4 oylada birinchi xonadonlarni egalariga berishni boshlaymiz. Eshitdim, davlat tomonidan ham berilibdi. Kelajakda bu bir investitsiya, bolalar katta bo'lgandan keyin misol uchun sotadi, ijaraga berib qo'ysa, oylik maosh kelib tursa, o'qishi bor bolalarni qaysidir ma'noda o'sha ikkita xonadondan masalan bir deylik bir 7-8 million, 10 million pul kelib tursa ham bu bir yordamda investitsiya. Keyin ko'chmas pul narxi oshib boradi yildan yilga. Bular bir 16 ga 20 ga kirgan paytida juda katta bir mulk bo'ladi bu narsa. Xudo xohlasa, endi juda katta narsa qila olmagan bo'lishimiz mumkin, lekin biz berayotgan mana shu imkoniyat bu kelajakda lekin zo'r to'g'ri investitsiya bo'ladi masalan. Bu yildan yilga narx oshadi. Hech qanaqa to'lovlar kerak emas. Shunchaki hadya, sovg'a, chin yurakdan vaqt turasizlar. Hozir tepaga xonamga chiqamiz. Bular shartnomani tezroq rasmiylashtirib, Shahrizod hamma ishni yig'ishtirib qilgan o'sha ishlarni. Momani shunday qilsam bo'lib qoldi. Duo qilyapti. Momani Toshkentga olib kelsangiz bir ko'rishamiz hali. Xudo xohlasa ko'rishib, yana bir tanishamiz. Nasib. Bizlarning loyihalarning hammasi deyarli xalq uchun sotib olish imkoniyatlarining qulayligi tomonlama biz aynan xalq bo'lib takliflar bilan bozorga kirib kelganmiz. O'zi qisqacha tariximizni eshitsangiz, narx-navolarimiz. Lekin loyihani klassi eng komfort klassdagi qimmat uylarni talablarga javob beradi. Ya'ni mana shu loyihada ham qarang, ko'rgan bo'lsangiz, maktabi bor, bog'chasi bor. Yer tagida mana uni maketda turibdi, yer osti parkovkalari bor. Agar yo'q, bizga Qarshidan kerak emas desangiz, uni o'rniga bu loyihadan bitta qilib beramiz, xohlasangiz. Ixtiyoriy, majburiy emas. Endi Qashqadaryodan ham bitta bo'lsin, ertaga bolalar baribir ota yurtiga borganda bitta uy bo'lsin degan maqsadda qildik. Farqi yo'q. Yo'q, bizga Toshkentdan desangiz, Toshkentdan qilib beramiz. Muammo yo'q. Duo qiling bilan dodaqani. Butun jamoangiz bilan, oilangiz bilan hammalaringizga nasib bo'lsa uzoq umr tilayman. Ishlaringizga omad tilayman nasib bo'lsa. Bundan-da ziyoda bo'ling. Martabangiz ulug' bo'lsin. Mana yangi O'zbekistonni qurishda sizga shunday siz bir hissangizni qo'shyapsiz. Nasib bo'lsa bir dunyoni tiklashda ham mana shunday hissalarni qo'shing. Sog' bo'ling, Maratjon.
ekansiz. kelin bilan qo'shqaringizni qo'shcha qaring, baxtli bo'ling. Sizning farzandlaringiz ham, shogirdlaringiz ham bundan ziyoda bo'laversin nasib bo'lsa. Amin. Ishlaringiz omad bo'lsin. Yuring, tepaga chiqamiz. Keling. Fayzli bo'lsin nasib bo'lsa. Keling. O'tirib oling, keling. Keling, o'tiringlar. Amin. Eson bo'lsin, tinch bo'lsin. Yigitlarni yigit biri qo'llasin. Hammamizning, xususan sizning shu jamoangizning omadini bersin. Xudo sizlarga kuch-quvvat bersin. Charchamangizlar, xormangizlar, tolmangizlar, oilaviy baxtli bo'lsin. Hammangiz oila. Farzandlaring huzurni ko'rasiz. Nevara-chevara bo'lsin. To'ylaringizda, to'ylarda uchrasak nasib bo'lsa, Qashqadaryo G'uzarga borib, G'uzar tondirlarini, nasib bo'lsa, jizlarni yeb, bu yigitlarning to'ylariga boringizlar. Sal yog'ingarchilik bo'lmaganda olib borib ko'rsatardim. Keyingi safar kelganingizda Xudo xohlasa olib boramiz. Qarshiga borganimda Qarshiga olib boraman, bir ko'rib kelasiz Qarshini ham. Bu mana ko'cha tomonlarini ham boshlaganmiz, devorlarini terib, hozir fasad ishlarini boshlaganmiz. Bu 10 gektar joyda, 10 gektar joyda joylashgan. Xudo xohlasa. Shahrizod bo'ldimi? Bu mana Qarshi shahriniki ekan. Keling amaki endi. Tantanali ravishda sizga topshiramiz endi. Mana bu ikkita va'da qilgan uyimiz, bittasi Qarshidan, bittasi Toshkentdan. Xudo xohlasa hadya sifatida qabul qilasizlar. Sizdan faqat shu duo, nima yordam kerak bo'lsa bundan keyin ham murojaat qilinglar, qo'ldan kelgancha. Xudo xohlasa tez kunlarda bitirganimizni ham ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Shunchalik bizning hamkasbimizning shu xizmat payt halok bo'lgan insonni oilasini siylagan uchun alohida sizga rahmat deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma niyatlarga erishib yetishiring. Alohida rahmat. Sizga alohida rahmat. Keyin bo'laga chiqib, aka shunaqa bir fikrimiz bor, nima deysiz? Desam, zo'r bo'ladi deb, hozir boraman oldingizga deb keldilar-da ofisga o'tirib keyin birdan sizga joyida sizga qo'ng'iroq qildik. Birdan bo'lib ketib qoldi hammasi. Juda xursandmiz. Mana shu foydali shu yigitlar eson-omon katta bo'lib, voyaga yetib, xalqqa, yurtimizga manfaatli insonlar bo'lib yetishib, xalqda, sizni, ota-onasiga duo olib keladigan insonlar bo'lsin. Yodinglarga tushganimizda bizani bir namozda duo qilib qo'ysangiz, yoddan chiqarmaymiz. Bobosi bo'lasiz, bobosi. Xudo xohlasa to'ylariga ham xizmat qilamiz. Nasib. To'ylarga borasiz. Albatta to'yga aytamiz. Dunyo turguncha turing. Nasib bo'lsa, biz faqat duoda bo'lamiz. Ishingizning omadini bersin. O'zbekistonning gullab yashnashida hissangizni qo'shavering nasib bo'lsa. Allohga kerak ekan endi bu narsa zo'ramas ekan. Olib ketish kerak emas. Bularning hammasiga men rahmat deyman. Mingdan men roziman. Mana aynan siz qarang, men bir oddiy o'qituvchini shunday e'tiborga olib, shu bolamni shundaygina bolamni e'tiborga olib, mana shu narsalarni hadya qilyapsiz. Men sizdan juda xursandman. Juda xursandman. Sizday insonlar ko'payaversin nasib bo'lsa. Qahramonjon, rahmat sizlarga ham. Mana shu jamoangizga rahmat. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling. Nasib bo'lsa, mehmon qilamiz, o'tasiz. Men kontaktlarimni berganman, yana qo'ng'iroq qilib qo'yaman. Aloqada bo'ling, nima yordam kerak bo'lsa, hol ahvol so'rab hal qilib turamiz, Xudo xohlasa. Rahmat. Bo'pti. Mayli. Qahramonjon, salomat bo'ling. Charchamang. O'tingizlar Qashqadaryoga, Alohida bo'lib turamiz. Nasib.